Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi ishimiz Andijon Baliqchida bo'ldi. Bu ishimiz fasadni lestnitsa bo'ladi yo'lga. Shu kunlarda juda ham ko'p shunaqa fasad lestnitsa qilganmiz. Kuzatib turgan bo'lsanglar. Xo'p, bu birinchi uyimizning lestnitsasi. Bu yerda 7 ta stupenka bo'lgan. Stupenkalarimiz har doimgidek 15 sm, oyoq qo'ydan 30 dan bo'ldi. Tepasida 1,5 kvadrat pleshatkasi bor. Oxirida bitta stokasi bor. Stok qo'ymasa bo'lmaydi bu joyga. Stoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Podushkani qo'yib, podushkani ustiga o'rnatib, pleshatkasining armaturalari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda tepaga ikkinchi etajga chiqib ketish lestnitsamiz, ya'ni yerdan birinchi etaj, boloxonaga chiqib ketadi. Bu yerda ham zinadan chiqarishga bitta stoka, ikkinchi stoka tushirishga ikkita stoka qo'yib berganmiz. Bu yoqda ham 7 ta stupenka bo'lgan. Stupenkaning razmerlari bir xil bo'ldi, hamma tomoniga. Bu yoq pleshatkalari ko'rishingiz mumkin. Bizning yondan ko'rinishi. Bu yoqda ikkita stoka bor, darvozadan kirishda. Bu yerga stok qo'ymasa bo'lmaydi, sababi tepa ikkinchi etaj polaka. Uncha ikkita stok qo'yib berdi. Bu yoqda bu yoqni tushirmaganimiz sababi lestnitsani to'g'ridan qilinganning sababi bu yer kelajakda bu o'rtadan bo'g'ilishi ehtimoli bor ekan, ya'ni ikkiga bo'linishi ehtimoli bor ekan. Shuning uchun lestnitsa bu yoqqa tushgani yo'q, to'g'riga bo'ldi. Bu tomonda ham 7 ta stupenka bo'lgan. Stupenka razmerlari bir xil bo'ldi. Hamma tomon. Bu yoqda tepada 10 ta stupenka bo'ldi. Chiqasiz pleshatka, boloxonaga chiqib ketasiz, darvozaning tepasiga. Bu yoq to'sin ekan, shuning uchun ikkita stok qo'yib berdik, ikkita yonga. Tepada armaturalarning ko'rinishi, tepada zinamizning ko'rinishi. Xudo xolisa kuzatib tursanglar, ertaga bu zinani betonni qo'yamiz. Beton qo'yilgandan keyin videolarni qo'yib olamiz albatta. Sizlar uchun bek zinalar bo'ldi. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab inshaalloh ertaga beton qo'yilgandan keyingi videosini, to'liq videosini qo'yib ko'rsatamiz. Barchalarga rahmat kattakon, charchamanglar. Mana zinamizni qo'yib bo'ldi. Betonlarni moshina qilib chapga bo'ldi, hammasi, xudo xolasa. Beton qo'yilgan holatda. Albatta shunaqa zinalar xizmat kerak bo'lsa, bek zinalarga murojaat qilinglar. Ishlarni chatga qilib bitirib beramiz. Barchalarga rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.